Excuse me. Kechiring. Yes. Nima bo'ldi? Is this your handbag? Bu qo'l sumkasi sizningmi? Pardon? Nima dedingiz? Is this your handbag? Bu qo'l sumkasi sizningmi? Yes, it is. Shundoq mening. Thank you very much. Sizga ko'p rahmat. Excuse me? Yes. Is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Mau this nagan chaqda cho'qim tilingizni tishlab olib turib, zihin talaffuz qilyapman deb chiqaring, ha? This, ha? This. Excuse me? Yes? Is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. It is nagan chaqda T'ning agar ikki tarafida so'ziq tovush bo'lsa, inglizlar D ga o'xshayli o'tadi, biroq alifdan mumkin. Yes, it is deb tushunmay, it is. It is, ha? It is. It is deb asingizdan bo'ldi. Excuse me. Yes. Is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Men ikkinchi darsning hamma so'zligini tekstga bog'lab yezib ekanman, shuni o'qimdiq degan yerda men xato tushunyaptiman. Kechiringlar. Dream, ma? Dream. D bilan R qo'shilsa J deb o'qisizlar. J. J. D bilan R qo'shilsa J deb o'qiymiz. Jane. Dream. 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 Agan chaqda J'ga i'ni qo'shsak Dree, ha? Dree. Ni qo'shsak Dream, ha? Dream deb chiqadi. Dream. Qaranglar, birinchi tovush nima ekan? J ekan. J'ga i'ni qo'shsak Dream, ni qo'shsak nima bo'lar ekan? Dream, ha? Dream. Dream degan gap, ya'ni odatda biz kechida ko'radigan tush, undan boshqa abstrakt ma'nosi g'oya, orzu degan gap bo'ldi.
This is my dream. Is this your dream? This is your dream. This is your dream. This is your dream. Is this my dream? This your dream? This is your dream. İngiliz tilida, yani men dersde so'zlagandim, yani kesim fe'l bo'lsa bilan kelgan jumla qana degandim, Uyg'ur tilidagi tartib bilan o'xshash degandim. İngiliz tilida bo'lsa degani qana qilib aytmaydik, tashlab etsak bo'lmaydi. Shunga siz deganim, bu deganim deydik, this. Bo'lsa deganim deydik, bir tal narsa yoki odamga is deydik. Sizning deganicha your deb degandik. Endi nima arzu degani dream dedik-ku, unasa bu bo'lsa sizning arzuyingiz. Bu this bo'lsa is sizning your arzuyingiz, dream. Undasa Uyg'ur tilida qanday tartib bo'lsa, ingliz tilida o'xshash tartibgan, ya'ni kesim fe'ldan kelgan chaqda. Shunga this is your dream. Bu bo'lsa sizning arzuyingiz. Is this your dream? Is this your dream? Is this your dream? Is this your dream? Endi Uyg'ur tilida nima degan to'q, BP bilan kesim bilan kelgan jumla tartibi ingliz tilida o'xshash chiqadi. Shunaqo, this is your dream. Bu bo'lsa sizningki nima? G'oyangiz, orzuyingiz degan gapdi. Savolga aylantirishni qanaqa qildik? Savolga aylantirishda darsni ko'rgan bo'lsanglar, faqat kesim fe'l, yani isni oldiga chiqarib etsanglar, bu nimga aylandi? Savolga aylandi. Unda bo'lsa, bu xuddi Uyg'ur tilidagi aqsiga muni qo'shib qo'ygan bilan o'xshashdi-ku. Masalan, bu sizning g'oyangiz desak, uni savolga aylantirsak, Uyg'ur tilidagi aqsi muni qo'shamiz. Bu sizning g'oyangizmi yoki orzuyingizmi deymiz-ku. Ingliz tilida hech nimani qo'shmay ekanmiz, faqat BP'ni oldiga chiqarib qo'ysaqlar, savolga aylanadi ekan. Unda isni oldiga chiqarib etsak nima bo'ldi ekan? Is this your dream? Bu sizningki arzuyingizmi degan gap bo'ldi ekan. Dangerous. 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 Dangerous.
dangerous, dangerous. Ma A, A. Dane, Dane. Dangerous, 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 dangerous. Dangerous, dangerous, Buni o'qigan chaqda diqqat qilgan intayin muhim nuqtalar bu tovushning bu so'zning ichida so'zdigan hech qanday yo'q ekan so'zlashqa bo'lmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi urg'u 5 ekan, bur 5 ekan. Shunaqa, shu ang 5ni kuchli kalimiz oxiri cho'qim tushib ketish kerak. Shunaqa. Undan so'ng D-ga ni qo'ysang nima bo'lgan? Day. Ni qo'ysang Dane. Shunaqa Dane. Akinimki qo'shma J dedim, men J demedim. Uyg'ur tillik J emasmi bu? Qo'shma J. J-ga ni qo'ysanglar J. Akinimki R-ga, R-ga ni qo'ysanglar R, ni qo'ysanglar res. J, res. Dane, J, res. Ha? Dangerous. Undan bu yerda nima yo'q ekan, so'zga yo'q ekan, 5 urg'usi 5 degan narsa dangerous. Keyin chiqib ketish kerak. Ya'ni dangerous. Bu yerda so'zsanlar bo'lmaydi demaslik dedim. So'zdigan tovush yo'q ekan buning ichida. Hammasi tizilingan tovushga urg'u 5 ekan. Undan so'ng dangerous. Dangerous. Ha, dangerous. This is dangerous. Excuse me? Yes. Is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. this dangerous, dangerous, This is dangerous. This is dangerous. this is dangerous. Is this your pen? Is this your pencil? Is this your book? Is this your watch? Is this your coat? Is this your dress? Is this your skirt? Is this your shirt? Is this your car? Is this your house? This is dangerous. This is dangerous. Uyg'ur tiliga o'xshash dedim. Bu deganni aytdik this. Bo'lsa deganni is. Dangerous.
Dangerous degan gap, yani xatarlik degan gap bu. This is dangerous. Yani bu bo'lsa xatarlik. Yani tertibi Uyg'ur tilidagi cümle tertibi bilan o'xshashdi. Undan so'ng this is dangerous. Ha, bu bo'lsa xatarlik degan gap, ha. Excuse me. Yes. Is this your handbag? Pardon. Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Is this dangerous? 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 This is dangerous degandan bo'ldi. This is dangerous degan bu bo'lsa xatarlik degan gap bo'ldi. Undan so'ng savol jumlaga aylantirgan chaqda biz faqat bo'lsa degan oldiga chiqarib qo'ysak bo'ldi. Shunaqa, isni oldiga chiqarib qo'ysanglar, is this dangerous? Dangerous sal ko'tarsizlar qisni, ha? Is this dangerous? Ha? Is this dangerous? Sal ko'tarsizlar. Mistake. 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 Is this your pen? Is this your pencil? Is this your book? Is this your watch? Is this your coat? Is this your dress? Is this your shirt? Is this your car? Is this your house? Mistake. 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 Birinci tovush nima ekan? M'g'ni qo'ysak me. Ha, me. Ya'ni Amerika ingliz tilida e deb chiqadi deydi-ku, me. Agar ekan ska, senga ekan tikani qo'ysak take, ni qo'ysak take. Mistake. Mistake. Ham so'zda g'oya yo'q ekan, mistake. Lekin bu yerda urg'u nima ekan? Stike undasa me deganni tuvan olmasanlar uni ko'tarolmaysizlar. Unda bo'lgan ekan meni tuvan olasizlar. Mistake. Ha? Mistake. So'zsanlar bo'lmaydi lekin. Mistake. This is your mistake. This is your mistake. This is my mistake. This is your 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 mistake.
tili o'xshash degan tuqqu bo'lsa bilan kelgan jumlaning tartibini unda bu deganni this deydiq, bo'lsa degan is deydiq, sizning degan your deydiq, xatolik degan nazarda mistake dedik. This is your mistake. This is your mistake. Ya mistake naqancha so'zmanglar, mistake emas, This is your mistake. So'zsanglar bo'lmaydi, This is your mistake. Is this your mistake? 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 Diqqat qilinglar, ya'ni kesim bilan tuzilgan savol jumla ingliz tilida oddiy so'roq jumla deb ataldi. Oddiy so'roq jumlaning oxiri sal ko'tarildi. Masalan, this is your mistake dedik-ku. This is your mistake. Bu sening xatoliging. Endi isni oldiga chiqarsak, is this your mistake? Is this your mistake? Sal ko'taramiz, Is this your mistake? Bu sening xatoliging. Responsibility. To'g'rimi, xatomi? Responsibility. 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 Translate. Responsibility. 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 Translate. Responsibility. 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 Qasdan uzun xatdan birini chiqarib qo'ysam,
Aplashdan, lekin yaxshi ya. Intan yaxshi manlar. Bir 2 soatning ichida mashinchilik xatlarni o'qig'idek holatga chiqmak ta'sis shu. Qarsanglar, men dedim bu Uyg'ur tili elifbasi bilan o'xshashmaydi. Birinchi tovush nima ekan? O'rgan. O'rganni qo'shsak re. Re. Ani keyin ben sizga keyin kan. Qani qo'shsang pa, ni qo'shsang pan. Re span. Ani keyin sizga ni qo'shsang s. Response. Ani keyin kan. Baqayn qo'shsang b, lga ni qo'shsang l. Tqa in qo'shsang t. B l t. Ability. Shunaqa responsibility. Responsibility. Ondan sonra urgu beydiyken ondan sonra 5'ini aciz alısılar. 5'ini acizrak alısılar. Anonki astığı çekit koysa re bilen sponsor degen sal arabesiniz buldu degen gap. Ondan sonra responsibility. Responsibility. Ondan sonra so'zdigan faqat ava ekan, undan sonra qarayan so'zmay ekanmiz, urg'i bidi ekan, undan sonra responsibility. Responsibility. B'ni ko'tarishlar. B'ni ko'tarish uchun 5'ini ajrab qilishing kerak. Responsibility. 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 Is this your responsibility? This is responsibility. This is your 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 responsibility. Bu senin mesuliyetin. This is your responsibility. Is this your responsibility? 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 Savol jumla yasashda qanaqa qildik? Faqat kesim fe'lni oldiga chiqarsak bo'ldi, undan so'ng isni oldiga chiqarsak bo'ldi ekan. This is your responsibility. Bu sening mas'uliyating. Bu sening mas'uliyating mo desak demekimiz, siz oldiga chiqarib ketganmiz. Faqat savol jumla qilgan chaqda Uyg'ur tiliga o'xshash. Bu sening mas'uliyating mo deymizgo, ingliz tilida mo oxir sal ko'tarildi. Is this your responsibility? Is this your responsibility? Yani oxir sal ko'tarilsin. Is this your responsibility?
Məşq dərsimiz şədə axırlaşdı, soğudaşlar. Mən degan narsalarni cho'qim astoydil anglamsang bo'lmaydi ekan. Lekin yaxshi o'rganib sizlar, yaxshi 3-4 soat bir ingliz tilini ko'rib, ba'zi so'zliklarni talaffuz qilib, ba'zi jumlalarni mishinchlik tarjima qilish ham undan oson ish emas. To'xtamay tirishmasanglar bo'lmaydi. Başlanışda sal qijilinib qolsa to'g'ri, ba'zi talaffuzlarni ilishda, ba'zi narsalarni darhol o'rganib bo'lashda qijinsizlar, lekin 5-ni bakchan tutinglar, oqisda qijilanmaysizlar. Shunga yanıl deydiganimiz dars faqat sizlarni yaxshi o'rgatalaymi, faqat azroq tirishchanlik ko'rsatsanglar. Agar siz faqat tirishmay turib olsangiz, menda amal yo'q. Lekin cho'qim darslar intayin yaxshi ko'ringlar, astoydillik bilan ko'ringlar. Biz məşq dərsi moş boyunca elib berildi. Yani burun məşq dərsi qanday oldu deb so'rganliga men javob bermagandim, chunki amaliyotni ko'rgandan keyin o'zingizlar bilib qolasizlar. Məşq dərsida tekstni o'qiysizlar. Talaffuz məşq elib berildi, tarjima məşq elib berildi. Saviyanglar ma'lum darajaga borgandan keyin bevos so'zlish məşqi elib berildi. Shunlashqa shu orqali tez o'rganib keta olasizlar. Lekin yanlar men sizlarga tushuntirgandek, mening darsim aqash noch darsi bo'lsin 60% unum berdi. Eng yaxshi deb qaraya olayman o'zim o'tayotgan darsni. 40% nimaga bog'liq qilsam, mashq darsiga bog'liq. Qolgani o'zingizning qanchalik vaqt chiqara olishiga bog'liq. Shunlashqa vaqtinglarni amal bor, jiqroq chiqaringlar, astoydilanglar, anan keyin jiqroq mashq qilinglar. Mashq darsiga manchida degan vaqtimda dal shu vaqtida qatnashinglar. Boy bir savaqdishinglar dedi. Vaqtda qatnashmasanglar, ba'zi muallim sizlarnikini ko'rman deb darsga ta'sir etadigan dedi. To'g'ri. Masalan, agar sizlar 5-10 minut kechikib qolsangiz, odatda normal ahvolda 10 minut atrofida tekstni o'qiysizlar, undan keyin talaffuzni tuzitib, undan keyin boshqa mashqlarni olib boramiz. Shunlashqa agar shu vaqtdan ichida tekstni o'qib bo'lmay qolib qolsanglar, men ayrim o'qib bersangiz, ayrim ko'rib berman. Lekin men mashq to'piga bersanglar, vaqtida uni anglashga vaqtim ketdi, haqiqatan ba'zi azroq ta'sir etib qoldi. Shunlashqa xayr, xushvaqt bo'linglar. Kuninglar yaxshi bo'lsin. Men de ishimni qilay. Darsni nayt yaxshi ko'ringlar. Xayr. 2019 yılı 7. ayının 5. günü. Şir Ali Yusuf